Toshkentdan gugurtimizga yo'lga chiqib 40 million so'm pulga ko'tarildi. Hozir bizni Jizzaxdamiz, hozir ko'ramiz Jizzaxlik akalarimizni nimaga almashtirishar ekan. Ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsiz? Ismingiz nima aka? Ismim Vildor, NBN avtosalonida rahbarim Xudo xolisa. Xo'p aka, 40 millionni nimaga almashamiz? To'xta. O'sha nima berishlari ma'lum bo'ldi. Nima berishingizni sezyapman. Aka, prosta qaysi birligini bilmayapman. Qaysi birini beryapsiz? Sizlar uchun mana shu mashinamizda mana Mashinaga almashib ketdi. Nima bo'lyapti? Ikki ism. Bu ne ish bo'l aka? sotuvimizda 2014-yilga 13-yil narxi $4,900 turibdi. 4900 dollarga. Mana shunda avtosalonda 4900 sotuvda turgan mashina. Ismli gugurt 4900 mashinaga chiqdi. Tasavvur qilasizlar. Jizzaxni maqtashyapsizlar. Sizlarning hurmatlaringga notariuslarni qo'shtirib, hozir soatimiz 19:00 gacha nomilada bo'ladi mashina. Mana 40 million so'm pul. Bu mashina. Rozimisiz? Rozimiz. 5 gap bo'lishi. Mani nomimga gendavernis qilindi. Ertaga Sirdaryoga yo'lga chiqamiz. Sirdaryoliklar gazini bosinglar bag'iga.